Sura Baqara 21. başlap. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirini Uygurca tercümesinden Sura Bakara'nın 21. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey insanlar, takvadarlardan boluşunlar üçün sizlerni ve sizlerden burunqılar, yani ötkenki ümmetlerini yaratkan Rabbinlarga ibadet kılınlar. Allah sizlerge ziminni töşek ve asmanni bina, yani yıldızlarının zıçtıqıda bina okşaş kılıp verdi. Bulutdan yağmur yağdırıp verdi. Sizlerge rızık buluş için yağmur arqılıq türlük meyvelerini östürüp verdi. Emdi Allah'a şirk keltirmenler. Halbuki sizler Allah'ın şirki yoxluğunu biliptirsizler. Allah Teala'nın ibadetki layık haqiqi zat ikenligiga iman etiş. Allah Teala bu ayette özünün insanlarını yokluktan yaratıp ulağı köz, kulakdek taşqi nimetlerini, akıl, kalptek içki nimetlerini ata kılganlığı yaşaş üçün zimin yüzünü keng yiyip onu egiz tağla bilen müstahkem kılıp bergenliki, su arqılıq her xil ziraat ve yel yemişlerini östürüp bergenliki bilen özünün ibadetki layık haqiqi zat ikenlikini bayan kıldı. Allah Teala bendilerge bergen nimetleri doğrusu da mındaqdaydı. Sizlerge ziminni töşek ve asmanni bina kılıp berdi. Asmanni biz bexatar ögzi kıldık. Halbuki ula, yani müşrikler asmandaki gün, ay, yıldızlara okşaş Allah'ın barlığını ve onun kudretini gösterdiğin alametlerden gafletlidir. Asmanlarını ve ziminni yaratkan, sizlerge buluttan yağmur yağdırıp bergen, onun bilen güzel bağlarını yetiştirip bergen kim? Allah sizlerge ziminni turalgı asmanını bina kıldı. Sizlerni suretki kirgizdi. Suretinlarni çıraylık kıldı. Sizlerge türlük pak neslerini rızık kılıp verdi. Eni şu Allah sizlerinin Rabbinlardır. Alemlerinin Rabbi. Allah'ın berketi büyüktür. Yani Allah hemme mahlukatlarını yaratqıcıdır. Ulanın hemmesiga öz layıqıda rızık bergücüdür. Dünya ve ahiretinin ilgisidir. Şunun için Allah hiç qandaq nerse şirk keltirilmey ibadet kılınışqa layıqdır. Allah Teala bu haqda mundaqdaydı. Emdi Allah şirk keltirmenler. Halbuki sizler Allah'ın şirki yoxluğunu biliptirsizler. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'dan mundaq sual soğurganlıqını rivayet kılıdı. Ey Allah'ın peygamberi, Allah Teala'nın dergahida qaysi günah en iğir? Peygamber aleyhisselam mundaq deb cevap verdi. Seni yaratkan Allah Teala'ga şirk keltirgenlikin. Bu haqda Muaz radiyallahu anhu'nun mundaq degen sözü var. Allah Teala'nın bendilerinin üstüdeki hakkını bilemsen, Allah Teala'nın bendileri de bolgan hakkı, bendilerinin Allah Teala'ga hiç nersini şirk keltirmey ibadet kılışıdır. Yani bir hadiste mundaq bayan kılındı. Birinla Allah ve palançı halisa dimenla. Allah Teala'nın halışıga yeni bir adamni şerik kılmaslık gerek ve lekin Allah halisa onundan kin palanç halisa desin. Bütün alemni yaratqıcı Allah'ın bar ve bir ikenlikinin delilleri.
üstümüzdeki yulduzluq egiz osmon, ostimizdagi bepoyon kang zamin, uning ustidagi qad ko'tarib turgan egiz tog'lar, quyosh, oy, dal-daraxtlar insonlarning foydasi uchun bir yerdan yana bir yerga eqib keladigan o'stang daryolar, tog' dalillardagi turli hayvonlar va bir xil tuproqda o'xshash suvni ichib, rang va ta'mlari jihatda har xil meva beradigan o'simlik va dal-daraxtlar. Dunyodagi har bir narsa bir yaratquchining borligining pakitidir. Eng oddiy bir narsani dunyoga yaratquchisiz paydo bo'lib qolgan deyish aqlga sig'maydi. Dunyodagi bu narsalarning xilma-xil shakllarini, xususiyatlarini va ularning insonlarga keltiradigan foydalarini o'ylagan kishi bu narsalarni yaratgan zotning nihoyat qudratli, hamma ishni hikmat bilan qilguvchi va o'zining bandalariga nihoyat mehribon zot ekanligini tunib yetalaydi. Alloh taolo bu narsalarni yaratganligi to'g'risida mundaq dedi: Ko'rmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turli rang-garang mevalarni chiqardi. Shuningdek, Alloh tog'larni yaratdi. Tog'larning oq, qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni, chaharpaylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqidi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Bandalari ichida tavba qilganlarni mag'firat qilg'uchidir. Ba'zi arablardan Allohning borligiga qanday pakitlar bor deb so'ralganda, ular o'zi oddiy, lekin mazmuni nihoyat cho'nqur bir misol bilan javob berib mundaq dedi: Tizakligüchi hayvonning borligiga, tizakligüchi hayvonning borligiga, yo'ldagi iz mong'uchining borligiga pakit bo'ladi. Undaq bo'lgan ekan, yulduzliq osmon ustida dog'dam yo'l o'rinlashtirilgan zamin, do'lqinliq dengizlar bir yaratquchining borligiga pakit bo'lolmamdi. Bendimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar mundaq qila olmasanglar, hargizmi qila olmaysizlar. Kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini isbotlash. Alloh ibodatga o'zidan boshqa loyiq bir zotning yo'qligini isbotlab bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomning haqiqiy payg'ambarligini isbotlashga boshlab kafirlarga mundaq dedi: Bendimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Ya'ni, ey kafirlar, sizlar Qur'onni Alloh tarafidan tushmadi deb gumon qilsanglar, Alloh taolodan boshqa kimdan yordam tilasanglar tilab, Muhammad alayhissalom elib kelgan Qur'onga o'xshash Qur'ondan birini keltirib baqmamsizlar. Sizlar uni hargizmi keltira olmaysizlar. Ibn Abbos Alloh taolaning yordamchilarning hammasini degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi: Sizlarga yordam beradigan yordamchilarni chaqiringlar. Suddi bu oyatning ma'nosi haqida Abu Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qur'onning o'qishini keltirishda yordamlashadigan sheriklaringlarni va o'zlaringlarga
o'zlaringlarga tiklib olgan yolg'on ilohlarni yordamga chaqiringlar. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Talantliq adabiyotchilaringlarni chaqiringlar. Qur'onning o'qishini keltirishni talab qilish va uni keltirishning mumkin bo'lmaydiganligi. Alloh taolo Qur'onning nurg'unlagan yerlarda kafirlardan Qur'onning o'qishidan birini keltirishni talab qilib mundaq deydi. Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nozil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men onunğa ergishay. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini maydonga keltira olmaydi. Ular Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zi ijod qilgan deyishamdi. Aytqinki, bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa chaqira oladiganligi kishilaringlarni yordamga chaqirib, fasahat va balog'at jihatdan Qur'onnikiga o'xshaydigan 10 surani ijod qilib beqinglar. Bu Qur'onni birovning Allohga bo'hton qilishi aqliga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrot, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Alloh belgilagan ahkamlarni bayon qilguchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Robbi tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladiganligi kishilarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib beqinglar. Bu oyatlarning hammasi Makka da tushgan bo'lib, Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelib bo'lgandan keyinmi mush to'g'risida yana oyat tushdi. Bandimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onning o'qishini keltirib beqinglar. Mujahid, Qatada, Tabari, Zamakhshar, Rozi, Umar ibn Xattob, ibn Mas'ud radiyallohu anhu, ibn Abbas va Hasan Basri qatorliqlar mundaq deydi. Bu oyatlar kafirlarning hammasiga o'rtaqdir. Payg'ambar alayhisalomning mayli Makkada turgan yoki Madinaga kelgan vaqti bo'lsin, kafirlarning bilimliklari yoki bilimsizlari bo'lsin, hamma kafirlar yer yuziga jam bo'lib keltiramdi. Hamma kafirlar yer yuziga jam bo'lib keltiramdi yoki ayrim keltiramdi. Qur'onning o'qishidan birini keltirishni talab qilib, bir necha qitim oyat tushdi. Kafirlar Payg'ambar alayhisalomga qattiq o'chmanligi va u ilib kelgan islom dinini qattiq yomon ko'rganlik sababidan Qur'onning o'qishini paydo qilishga urinib baqqan bo'lsa-mu, keltira olmadi. Shuning uchun Alloh mundaq dedi. Agar mundaq qila olmasanglar, hargizmi qila olmaysizlar. Jahon ilm fanda taraqqiy qilib, eng yuqori pallaga ko'tarilgan taqdirdami, Qur'onning o'qishini keltirish mumkin emas. Chunki Qur'on degan barliq shaylarni yaratgan Allohning so'zi bo'lsa, Allohning so'zi qandoqmi kishilarning so'ziga o'xshab qolsin? Qur'ondagi mo'jizalarning turlari. Qur'on haqida atrofliq fikr yurgizgan odam mayli so'zlarning qurilmasi tarafidan bo'lsin yoki
ma'nini ifodalash tarafidan bo'lsin, Qur'onda oshkora va yoshirun nurg'unlagan mo'jiza turlarining borligini bilib olaydi. Alloh taolo Qur'on haqida mundaq deydi: Alif, lam, ro. Bu hikmat bilan ish qilg'uchi hammadan xabardor Alloh tarafidan nozil bo'lgan. Oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkam, vaz va qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Ya'ni Qur'onning so'zliklarining tuzilishi puxta, ma'nolari tafsili bayon qilingandir. Qur'onning ma'nolarining tuzilishi puxta, so'zliklari tafsili bayon qilingan degan ko'z qarashim bor. Ammo bu ko'z qarash olimlarning birdek qo'llashiga erishalmagan. Qur'onning so'zliklari va ma'nolari tangdishi yo'q darajada fasohatlikdir. Qur'on ilgari bo'lib o'tgan ishlardan aynan xabar berdi. Barliq yaxshilikqa buyurdi va barliq yomonlikdan to'sdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi: Robbingning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Ya'ni Robbingning so'zi bergan xabarlarida nihoyat rostdir. Yo'lga qo'ygan hukmlarda nihoyat to'g'ridir. Qur'on haqdir, nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir va to'g'ri yo'lga boshlig'ichidir. Qur'onda xuddi arab va boshqa millat shoirlarining she'rlarida tepiladigan she'rlarni go'zallashtiradigan yolg'on, yo'doq, xiyoliy va to'qilma so'zlar yo'qdir. She'rlarni yolg'on so'zlarning go'zallashtirilganligi haqida mundaq deyildi: She'rning eng go'zal bo'lgani uningda yolg'onning eng ko'p bo'lganidir. Qasidalarning ichida nihoyat uzun qasidalarni uchirtimiz. Ammo bu qasidalarning asli maqsadini o'z ichiga olgan bir yoki ikki misrasidan boshqa misralarning ayollarni, otni, haroqni yoki biror shaxsni, to'gini yoki biror jangni, yuz bergan biror ishni yoki qo'rqinchli biror voqeani madhiyalashdan iborat shoirning nihoyat maxfiy yoki nozik narsani obrazli qilib bayon qila oladigan qudratining borligini ko'rsatib berishdan boshqa hech qanday bir foyda bermaydigan narsalar bilan to'lib ketganligini ko'ramiz. Ammo arab tili va uning qoidalarini mayli tafsili yoki tomtaqla bo'lsin biladigan odam Qur'onning badiiyligining eng yuqori pallaga chiqqanligini bilib olaydi. Masalan, agar u odam Qur'onda berilgan biror xabar ustida obdan fikr yurgizib o'ylasa, mayli u xabar keng doirada bayon qilinsin yoki qisqa qilinib bayon qilinsin yoki bir necha yerda takrorlanib kelsin va yoki takrorlanmay kelsin, u xabarning jalb qilarlik ekanligini bayqaydi. Qur'onning xabarlari takrorlanib kelgan sari uning jalbkorligi texmi oshidi. Qur'on ko'p o'qilganlikdan ko'nirab qolmaydi va o'qigan odam uningdan hargiz zerikish his qilmaydi. Agar Qur'on yaxshi amal ibodatlarni qilmaganlarga tahdid qilmoqchi bo'lsa, bu vaqtda hech tuyg'u yo'q. Tavranmay nihoyatda ching turadigan, tog'larni titrab ketadigan bayonlarni keltirdi. Undaq bo'lganda bir narsani tushuna oladigan dillar qandoq bo'lib ketar? Agar Qur'on yaxshi amal ibodat qilganlar uchun tayyorlangan esil narsalarga rag'batlantirmoqchi bo'lsa, bu vaqtda dillar va quloqlarni lazziga soladigan, oxiratga va Alloh taolaning arshiga yiqilishish ishtiyoqini texmi ulg'aytiradigan bayonlarni keltirdi. Alloh taolo
yaxshi amal ibodat qilganlar uchun tayyorlab qo'yilgan narsalarga rag'batlantirib mundoq dedi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzasidan Allohning huzurida saqlangan va ular xushal qilingan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Ularga oltin liganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tatadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Alloh taolo yaxshi amal ibodatlarni qilmaganlarga tahdid silib mundoq dedi. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allohning sizlarni yerga yutkazib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Ey kofirlar, ey kuffarlar, osmondagi zotning yer tavirgan chog'da sizlarni yerga yutkazib etishidan qo'rqmamsizlar? Yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yoqqizishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chog'da mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Alloh taolo ogohlantirish haqida mundoq dedi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Alloh taolo va'z nasihat haqida mundoq dedi. Aytib baqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dab'i qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qur'on mana bular va bulardan boshqa xilma-xil bayon qilish uslublarini o'z ichiga olgan. Agar Qur'onda hukmlar, buyruq va cheklimlar haqida oyat kelsa, bu oyatlar har qanday foydali, yaxshi ishlarga buyurishni va har qanday nachar, yomon ishlardan to'sishni o'z ichiga olib keldi. Bu vaqtda Ibn Mas'ud va boshqa salaf olimlari, agar sen Alloh taolaning ey mu'minlar deganligini anglasang, uningga quliqingni ding tut. Chunki u yo biror yaxshilikqa buyurishdir yoki biror yomonlikdan to'sishdir dedi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Ular elchiga ummu payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengillatdi. Ularni selingan taqoq ko'zli kishanlardan bo'shatdi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Agar Qur'onda oxiratni, uningdagi qo'rqinchli ahvollarni, jannat va yaxshi bandalar uchun uningda tayyorlangan nozik ne'matlarni, do'zax va kofirlar uchun uningda tayyorlangan azoblarni bayon qilgan oyatlar kelsa, u oyatlar jannat bilan xush bishorat berdi, do'zaxdan ogohlantirdi va qo'rqitdi. Yaxshi amal ibodatlarni qilishga va yomon ishlardan yiroq bo'lishga, dunyoga berilib ketmaslikka va oxiratga ahamiyat berishga, Alloh taolaning haq, to'g'ri yo'lida va uning to'g'ri bo'lgan shariatida ching turishga chaqirdi va dillarni Alloh taolaning rahmatidan qo'g'landi qilingan shaytonning vasvasidan pokizladi. Qur'onning payg'ambar alayhissalomga berilgan eng cho'ng mo'jiza ekanligi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Burun o'tgan har bir payg'ambarga kishilar uningga iymon keltiradigan kitob berildi
Manga berilgini Allah manga vahiy orqali tushirgan Qur'on Karim bo'ldi. Qiyomat kunida men manga ergashgan kishilarning ko'p bo'lishini orzu qilaman. Ya'ni bir rivoyatda mundaq dedi. Manga avatgini vahiy, ya'ni Qur'on Karim bo'ldi. Men payg'ambarlarning ichidan kishilar uning o'qishini keltirolmaydigan Qur'on berilishga muyassar bo'ldim. Boshqa payg'ambarlarga berilgan kitoblar har jihatdan Qur'onga o'xshamaydi. Chunki boshqa kitoblar Qur'onga o'xshash mo'jizlik emas. Tosh to'g'risida Alloh taolaning kafirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. To'g'ri yo'ldan chiquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar, ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar, ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. degan oyatlardagi tosh odatdagi tosh emas, balki gungurt tishidir. Bu tosh bo'lsa, kafirlarning ibodat qilish uchun toshdan yasagan butlarning teshi deguchilarmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lsizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Do'zaxning yaratilib bo'lganligi. Alloh taolo kafirlar uchun tayyorlangan degan oyatini ko'plagan olimlar do'zaxning yaratilib bo'lganligiga dalil keltirdi. Yana do'zaxning yaratilib bo'lganligini bayon qiladigan nurg'un hadislar bor. Tuvandagi hadislar u hadislarning qatoridandir. Do'zax bilan jannat jidallashib qoldi. Do'zax Robbidan: ey Robbim, bizning ba'zimizni yeb ketdi deb tinib olishga Robbidan ruxsat so'radi. Allah onunğa qish faslida bir qitim, yoz faslida bir qitim bo'lib, jami 2 qitim tinib olishga ruxsat berdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning keltirgan hadisida mundaq deyilgan: tushib ketgan bir narsaning ovozini anglab payg'ambar alayhisalomdan bu nima deb so'rdik. Payg'ambar alayhisalom bu 70 yil burun do'zaxning bir tarafidan tushib ketgan tosh bo'lib, do'zaxning tigi emdiyatdi deb javob berdi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsirini 24-oyatgacha o'qidik. İnşallah qolganini kelgisida hamisha o'qiymiz. Va axiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.